Üç padişahlıktaki Canfi rastlı şunda qaram, uruş qilishdan boshqani bilmaydigan kishi mi? Undaq emas. Üç padişahlıkning kinosiga qaraydigan bo'lsak, bu Canfi'ni haraqkash, urush qilishdan boshqani bilmaydigan nayt qaram, gaplarimi tuz, boshqalar bilan aralla turadigan urush qag'ili. Mushu xil holatda olganda, ammo Canfi'ninki ba'zi bir ish bajarish usullari qaraydigan bo'lsak, amaliyotda Canfi'ninki unchalik bak dud urush qilishdan boshqani bilmaydigan bir kishi emasligini his qilib qolamiz. Tarixdagi Canfi'mi qandaq bir alaylik ega degan vaqtda uning 3 qiziqishi bor. Ya'ni yaxshi ko'radigan ishi bor. Birinchisi nima degan vaqtda xattotlik bilan rasm chizish. Canfi'ninki sizga rasmlar ajoyib nochi. Shu vaqtda bu ta'riflash kelishgan. Ikkinchisi nima desa, mush iqtidorlik, o'zidan bilimli kishilarni ustoz tutish qamroq. Ashunda kishilarni hurmat qildi bu. Qarab baqadigan bo'lsak, Liu Bei bilan Guan Yuninki iqtidorini, mahoratini ko'rgandan keyin bu aloq agishib, nihoyat hurmat bildirganda, uchinchisi nima desa, haraq ichish qamroq. Endi mushu Canfi'ninki mushu alayliklardan biz nimani his qilamiz degan vaqtda, amaliyotda bu Canfi degan kishi qaram kishi bo'lmay, bu bir ishlarga nihoyat keskin qaror chiqara oladigan, ammo muhim ishlar kelgan vaqtda nihoyat inchi xiyol qiladigan, kallasini ishlatadigan aqlli odam ekanligini his qila olamiz. Masalan, Pang Shuerninki nihoyat iqtidorli odam ekanligini his qilgandan keyin bu Canfi uni tutib oladi. Ya'ni yilinib, uning qilib qilishini o'tinadi. Demak, mushadillar uningki kichik munosabat uslug'ini his qila olamiz. Iqtidorliklarni yaxshi ko'rdi. Uningdan keyin yana bir vaqalik nima degan vaqtda mush Sao bilan Xanjongni talashgan vaqtda Saoninki 4 tuman kichik qo'shinini Canfi 1 tuman kichik qo'shin bilan mag'lub qildi. Hatto Xanjongni tortib oldi. Ham buningda uning tayangan nima desimi, ya'ni shu aql parasat, salmoqlik, o'zini yog'andan mas'ulgandek qiyofat kirgizib, boshqalarni pistirmoq dastlab, Saoning qo'shinini yo'qotib, demak, Xanjongni tortib oldi. Mushu ahvollardan Canfi'ninki unchalik bo'sh odam emasligini biz his qila olamiz. Demak, har qanday bir odamninki shunday bir cho'ng ishlarni qila olishda, ma'lum bir sohaga yetishida, demak, unda oddiylar, talaydilar yoki bir kuchli tayniblar bo'lib ketadigan ish emas. Shunga bir kuchli odamga aylanma deydi ekanmiz. Hozirgi jamiyatda bo'lsa-mu, cho'qim bilim, iqtidor, universal sapaga cho'qim kuchishimiz kerak. O'zimizda iqtidor, bilim qancha jiq bo'lsa, demak, bor bo'lgan kuchimizmi shuning bilan birlashib, texim bizga cho'ng unum yaratadi degan. Agar uch padishahlikdagi texim ko'p sirlarni, texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, qo'sh belgisini besib, meni qo'shib olinglar. Uch padishahlikdagi shu kichik munosabat, igilik tiklashga oid mazmunlarni cho'nqurlab olmoqchi bo'lib qolsanglar, astik ulanmani besib, men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni olib olsanglar bo'ldi. Agar shu filmni ko'rgan do'stlarning ichida nutq o'rganish arzusi, so'zlash qobiliyatini oshirish arzusi bor do'stlar olib qolsa, bizningki maxsus shu nutq qobiliyatini yetildirish, so'zlash mahoratini oshirish to'g'risidagi 6 oylik tarbiyalashimiz bor. Izdan nutq risolasi orqali tarbiyalash ilib berildi. Shu darsga qatnashib, so'zlash qobiliyatimizni, nutq mahoratimizni oshirib olsak bo'ldi. Agar ehtiyojli do'stlar bo'lsanglar, ayrimxonaga uchur qilinglar.